Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. Namangan dahshatli alanga ichida qolgani aytilmoqda. Hozirgina bu xabar keng jamoatchilikni larzaga soldi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Bugun 18 avgust kuni Namangan viloyati Yangi Namangan tumanidagi bozorda yong'in sodir bo'ldi. Bu haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, soat 13:46 da 112 tizimi orqali Namangan viloyati Yangi Namangan tumani Mingchinor mahalla fuqarolari yig'ini hududida joylashgan qurilish mollari savdo bozori hududida savdo rastalari yonayotganligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Yong'in joyiga zudlik bilan yong'in qutqaruv bo'linmalari yetib borib, yong'in soat 13:58 da qurshab olingan va soat 15:58 da to'liq o'chirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda esa bozor ichidagi yengil avtomobilning to'liq yonib ketgani ko'ringan. Bildirilishicha, yong'in oqibatida tan jarohat olganlar yo'q. Hozirda yong'in sababi va zarari aniqlanmoqda deyilgan xabarda.